Assalomu alaykum hurmatli dehqon akalar, vatandoshlar, yaxshimisizlar? Qalaysizlar? Bugun biz Namangan viloyati Mingbuloq tumani Qovun bozoridan xudo xolasa sizlarga qisqacha videorolik tayyorlaganmiz. Bir donagina like bosib qo'yasizlar, kommentariyada o'z izohlaringizni qoldirasizlar. Bu Qovun bozorimizda narxlar jicha yaxshiroq. Sababi tovar ham zo'r ekan. Videoni oxirigacha ko'rasizlar, bir joyga o'tirib olib, daftar ruchka qilib olib, yozib, bemalol aloqaga chiqib, nomerlarigacha qo'yib ketganmiz. Olishingiz mumkin bo'ladi. Qovunga qiziqadigan dehqon do'stlaringizga podlistani bosib jo'natib qo'yishni unutmaysizlar. Unda videoroligimizni boshladik akalar. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, yaxshimisizlar? Bugun biz Namangan viloyati Mingbuloq tumani Qovun tarvuz bozoridan syomkamizni yana boshladik. Bir donagina like bosib qo'yasizlar, qizg'anchiq bo'lmaysizlar akalar. Qisqacha mehnatimizni qo'llab-quvvatlash uchun albatta kommentariyada fikrlar yozib, kanalda yangilar obuna bo'lib qo'yasizlar. Biz asta-sekin videoroligimizni boshladik. Xudo xolasa tarvuzlardan boshlaymiz. Hozir mana assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Boshliq, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Vallahingiz yaxshimi? Donaga nechta ekan boshliq? Donaga 90 ta. 90 ta. Nech pul deyapsiz? Buni 1200 deyapmiz. 1200, 1.200 ming so'm. Ha, 1.200 ming so'm. Turishi. Kilaga Kilaga 1200 so'm. 1.200 so'm. Ha. Kilaga 1200 so'm, obshiga 1.200 ga ham berilaveradi. Berilaveradi. Donasi nechta dedingiz? Joyiga yetkazib ham beraveramiz. Dastavkasi ham bor. Dastavkasi ichida. Dastavkasi 1200 dan ichida. beraveramiz. 1200 dan yetkazib berishaverar ekan mana akalar. Tarvuz o'ta tovarni, pishgan. Aka bu yuqa po'choqmi, qalin po'choqmi? Bu yuqa po'choq. Yuqa po'choqdan, ha? Shunaqasi ham bor ekan, yuqa po'choq, qalin po'choq deb aytib ketishyapti. Telefon raqamingizni ayting. 93lik. 93lik 408 408 95 95 75. 75 raqamlariga telefon qilaverasizlar. Ismingiz nima edi aka? Saidjon. Saidjon aka, bozoringizni bersin. Xo'p, sog' bo'ling. Xo'p, galdagilari. Bular egalari kim aka? Sizmi egasi? Keling baqa, keling, hozir o'rnamiz. Xo'p, hamma shu kamerani ko'rsa qochadi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Tarvuz. Voh, mana tarvuzni qaranglar. O'ta mo'shni. Hozir ko'rishdik-ku, bag'mini? Olib kirdim. Siznikimi bular? Siznikimi? Nech pul deyapsiz? Donaga nechta? Donaga 85 tamikini. 85 ta. Obshiga qancha deyapsiz? Kiloga qancha deyapsiz? Donaga qancha deyapsiz? Kiloga 1200 deyapman aka. Aha. Kami bor. Kami bor. Aka 1200 beraman. Qayga otdingiz? Asaka. Asakaga tashlab ber deyaptilar. O. 1200 dan asakaga tashlab ber deyapsiz. Yo'l kirasi ichida. Yo'l kirasi ichida. Yuradigan xoti bo'lib qopti ozgina. Xudo xolsa 85 ta tarvuz o'ta tiniq, chiroyli, ko'rib turibsizlar. Hop, 1200 so'mdan kilogramga asakaga dastavkasi bilan deyishyapti ekan. Ismingiz nima edi aka? Murodjon aka. Murodjon aka, telefon raqam bera olasizmi? Sotib ketamiz buni. Ko'pmi sizda bundan? Ha. Ko'p bo'lsa bering telefon raqamini. 94lik. 94lik. 850 850 24 94. 24 94 raqamlarga qilaverasizlar. Xudo xolasa biz Namanganning Mingbulog'ini Qovun bozoridamiz akalar, xudo xolasa. Xo'p. Halol chorva. Ha, assalomu alaykum. Boshlar yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Donaga nechta ekan? 85. 85 ta. Nech pul deyapsiz? 8 so'm, 1000 so'm so'rayapti. 8 so'm, 1000 so'm kilogramga so'rashyapti. Zo'r. Xo'p, obshiga qanchaga berasiz? Kelishtirib berilaveradi. Xudo xolasa, bugun ozgina kechroq keldim. Namangan viloyati Mingbuloq tumani Qovun bozoriga kelsalaring. Ismingiz nima edi aka? Murodjon aka. Telefon raqamingiz bormi? Misol uchun qiziqqan akalarimiz qo'ng'iroq qilib sotib olishlari mumkin bo'ladi. 94lik 93 nechi? 493 94 58. 494lik 493 94 58 raqamlariga qilsalaring xudo xolasa. Dastavkalari bor-a? Bor. Xudo xolasa. Umringiz uzoq bo'lsin Murodjon aka. Xo'p. Galdagisi mana busini ham ko'rsatib o'tib ketaylik. Sizdanmi boshliq? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nech pul deyapsiz?
1000 so'm kilogrammga. Kilogrammga 1000 so'm. Xo'p, akalar, bu bozorda bugun faqat kilogrammga aytilyapti. Общийga aytishmayapti. 1000 so'm ekan 1 kilogrammi. Xo'p, xudo xolasa Tarvuz bozor ozgina kamroq. Bu yerda tarvuzlar kamroq ekan. Sizlarga hozir qovun bozoriga o'tamiz. Qovun bozorida nihoyatda ko'p. Qovunlar u hamma yo'q. Xo'p, birinchisi aeroportdan boshlaymiz. Assalomu alaykum. Chaqanboy, yaxshimisiz? Nechta bor ekanmi bu yerda? 150 ta nech pul deyapsiz? Egasi yo'q, men emas. Siz egasi emasmisiz? Egasi emas ekanlar. Bo'ldi. Egasi yo'q ekan. Yo'q. Nechta ekan donasi? 150 ta. Obnovatmi bu ya? Toza obnovat. 150 ta nech pul deyapsiz? Kilogramga 3,5 ming so'm deyilyapti akalar mana. 1 kilogramm 3,5 ming so'm. Vah. Ko'pmi? Paykaldan o'zib kelyapsiz a? Telefon raqam bering. Oladigan akalarimiz sizni bayga bozorga qiynalib o'tirmaysiz. Bemalol paykalda olib ketishaveradi. Xullas. 3,5 ming so'm kilogrammga juda ham tovarniy qovun. O'ta zo'r ekan. Obnovat. Hindiston malikasi bir narsalar emas a? Ishanimi bu? Telefon raqam berasizmi? Yo'q. Bo'ldi, umringiz uzoq bo'lsin. Xo'p, akalar, galdagisi. Xo'p, aeroport. Assalomu alaykum deyqan buva. Yaxshimisiz? Nech pul deyapsiz? 3000 dan kilogrammga. O'zingiz uzib kelyapsiz? Xudo xolasa. Telefon raqam berasizmi? Bering. 94lik 82 2982 kilogrammini 3000 so'mdan deyapsiz. Общийga nechta bor hozir bu yerda? 170-80 ta bor. Общийga ham sotaverasiz a? Nech pul общийsi? 2 million atrofida. Bozor nech pul qilishdi? Bozor yaqinda keldik. Aha, yaqinga keldingiz. Narigisi qo'lida chiqarib. Ha, yangi issiqqina payti hozir. Muzdaygina, issiqqina emas, muzdaygina kelgan payti aeroport. Xudo xolasa 2 million bu yoq kelishilaveradi. Xudo xolasa 180 ta. Ismingiz nima edi? Abu Bakr. Vah. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Hop, akalar. Rasa gavjum joyidan. Siznikimi bu? Ana bu yerda o'sha sotuvchilar yo'q. Ya men kech qoldim, ya sotuvchilar yo'q. Og'a, qani qovuningiz? Qani qovuningiz? Hop. Yana bu yerda. Aeroport sizdanmi boshliq? Nech pul ekan? 2,5 ming kiloga. Общий nechta bor? Sanalmagan. Kilogrammga 2,5 ming so'm aytishyapti ekan. Namangan viloyat Mingbuloq tumani qovun bozori jicha akalar qimmatroq. Xo'p. Hozir mana qovunlarni qaranglar. Haqiqiy obnovat. Zo'r. Bu kimdan, sizdanmi? Og'a. Nech pul bo'lyapti? 3000 dan. 3000 dan kilogrammi. Ha, 1 kilo. 1 kilogramm 3000 dan mana ustida. Nechta bor buning ichida? 750 kilo bor. 750 kilogramm bor. Xudo xolasa 3000 so'm narx bo'lyapti ekan. Bering. Yaxshi narx bo'pti. Xudo xolasa 3000 so'mdan kilogrammiga qo'shing. Ana baraka bo'lyapti. O'zini ham olgash bo'ladi. Baraka bo'lyapti. Jori qo'ndi, sal narxini. Bering, yaxshi narx beribdilar. Bering. Xudo xolasa 3000 so'mdan bo'lyapti 700 kilogrammga. Xo'p, galdagisi aeroport rosa ko'p ekan. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Boshliq, tizimsiz, charchamayapsizmi? Rahmat. Nech pul deyapsiz? 3000 kam bor deyapsiz. 3000 kam bor kilogrammga. 3000 kami bor, xudo xolasa. Donaga nechta? Donaga 120 ta oshiqroq. 120 ta oshiqroq. 3000 Общийga qancha qilishdi? Общийga Berganingiz yo'q. Faqat kilogrammga. Hozir kilogrammga faqat kilogrammga bo'lyapti bozor. Chig'anoq bozorida общийga ham bo'lar ekan, kiloga ham bo'lar ekan. Farqi yo'q, urib ketilaverar ekan.
Xudo xolasa ko'p-a sizda bab dehqonsiz-ku. Ha, albatta. Telefon nomerni bering. Telefon qilib olib ketishadi. Bering. 93li 90'lik 496 496 3916. 3916 raqamlarga qilsalaring ko'p-a. Hozir bundan boshqa navli qovunlar ham bormi? Ha, sariq qovunimiz ham bor, u tezroq chiqadi. Sariq qovun bor ekan. Jindek kechroq. Xudo xolasa aloqaga chiqib turaverasizlar. O'zlaridan uzib ketaverasizlar. Assalomu alaykum. Hey, gap yo'q. Umringiz uzoq bo'lsin. Ha. Xo'p, akalar, qovun juda ham ko'p. Kimdan akam? Nima gap? Maza yaxshimi? Nech pul deyapsiz? 3000 kam bor kilogrammga. Nechta bor ichida? Shtuga aniq emas, kilogrammga 3000 so'm. Tortib ko'rdingizmi? 800 kilo u tomoni bu tomoni. Akalar, 800 kilo u tomoni bu tomoni kilogrammga o'ta zo'r. Xudo xolasa Alloh nasib qilsa vaqtli kelaman. Ozgina ishlar bilan bo'lib, to'g'risi yetib kela olmadim, lekin sizlarga ulashish uchun baribir o'zimni majburlab bo'lsa ham yetib keldim. Xo'p. 800 kilogramm 3000 kam bor deyishyapti. Telefonni berasizmi ukaginam? 99lik 039 77 70 raqamlariga qo'ng'iroq qilaverasizlar akalar. Mana bu yerda qovunda eng zo'ri bor ekan akalar. Assalomu alaykum. Alaykum. Yaqin bo'y yaxshimisiz? Nechta ekan buning ichida? Donasi sanalmagan. Sanalmagan. Kilogrammga. Kilogrammga. Nech kilo bor? Dab tortib kirgandirsiz. 700 kilo bor. 600-700 kilo bor. Nech pul deyapsiz? 3000 so'm kam bor deyapti. 3000 so'm kami bor. Xudo xolasa kilogrammga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerni aytasiz aka. 95lik. 95lik. Aytaman, telefonim siznikini aytaveraman. Beravering. 085 085 0091. 0091 raqamlariga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Xudo xolasa yaqin 1 soat 2 soatda videoni qo'yaman. Sotilib ketsin, bozoringizni bersin. Ha. Xo'p, akalar. Rasa saralagan paytda kelganman-da. Bular hammasi yangi kelgan qovunlar. Xo'p, laboda. Kimdan aka? Assalomu alaykum. Boshlar yaxshimisiz? Nech pul deyapsiz? Ha, qovunlarmi? Ha. Kilosi 2,5 aytdilar. Kilosi 2,5 ming. Bo'lishi. Nech kilo bor buning ichida? Bordir bir 600-700 kilo 2,5 ming so'mlan ekan kilogrammi. Bayda ko'pchilik telefon raqamini bergisi kelmayaptimi, bilmayman. Tortinishyaptimi? Shunisiga hayronman. Xudo xolasa. Bo'ldi. Olamiz. Nech pul bo'lyapti ekan? Qancha? Kiloga 3,5 ming so'mdan deyishyapti ekan. Nech pul bo'lyapti? Odiljon eng vafodor mana shoplar. 1,5 million beray deyapti. Bir mashina Odiljon qolgan. 1,5 million. Haykel o'rnatsa bo'ladi. Ha. Tushunaveringlar. Odiljon o'zi ham buni Qaysi kanal bu aka? Halol chorva. Xudo xolasa Odiljon uchun maxsus. Odiljon uchun maxsus. Odiljon uchun maxsus. Qo'shimcha mana inson omad turgan paytda ham qo'lingda olyapman. Bozor turgan paytda. Tashak. Qo'shing. Nech pul qilyapsiz? 3000 so'm bergisi kelmayapti. 1,650 ming beryapti. 1,650 ming. Odiljon aka bering, yaxshi narx bo'lyapti ekan. Odiljon Xudo xolasa bering. Bering, yaxshi narx bo'lyapti. Odiljon xolos. Xo'p, akalar, galdagilari. Nechta ekan bu? Bu 2 ta. 200 ta. Nech puldan beryapti? Kiloga 3000 dan so'rashyapti. Kiloga 3000 so'mdan so'rashyapti. Berganingiz yo'q. Nech pul deyapsiz? Ustiga yursiz. Ustiga. Mo'ljal 3,5 beramiz. o'tib beriladi, Xudo xolasa. Abunovat ishani Hindiston malikasimi nima bu? malikasi. Hindiston malikasi. Qovunlar ham turini ancha tushunib qoldim akalar. Xo'p. Telefon raqamingizni bering. 94 94lik 309 309 24 90. 24-90 raqamlarga telefon qilaverasizlar. Shunga o'xshash Qo'llar bor. bor. Bundan kattalari ham, kichiklari ham. Xudo xolasa, cheklanmagan miqdorda bor ekan. Akalar Qirg'izistondan kuzatib turgan bo'lsalaring ham aloqaga chiqasizlar. Bu yerdan qovun biznes qiladigan akalarimiz bemalol furada olishlari mumkin bo'ladi. Bosing aka. Xo'p. Xudo xolasa galdagi labolarda ish aeroport. Xudo xolasa akalar.
Aeroport 3000 3,5 atrofida aytilyapti. Voy ana. Boshliq. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sho'rchamay. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Nech pul deyapsiz? Qancha? Arzon berib beraman, hozirgacha. Qancha? 2,5. 2,5 mingdan. Bo'ldi, xudo xolasa. Eng ishonchlisi mana shu akalar. Eng ishonchlisi aeroport. Xudo xolasa Qirg'izistondan ko'rib turgan akalar, yana bir marta aytaman, Qirg'iziston, Qozog'istondan ko'rib turgan akalar, qovun biznes qiladigan bo'lsangiz, xudo xolasa, Razlaga nomeringiz berib yuboring. 94lik 079 0066 raqamlariga qo'ng'iroq qilsalaring 2 3 4 5 fura bemalol jo'natib beraveringlar. Ishonchli, ishonaveringlar. Xudo xolasa Qirg'iziston, Qozog'iston va Tojikistonga ham bemalol chiqarib berilaveradi. Aloqaga chiqaverasizlar xudo xolasa. Bu kimdan ekan? Qancha deyapsiz? 3000 kami bor. 4000 so'm kami bor, xudo xolasa. Donaga nechta deydi? Sanalmagan. 1 tonna. Biznikilar bitta laboga 1 tonnani bemalol yuklayveradi. 4000 so'mdan kelishadigan yeri bor. Telefon qilaverasizlar. Raqam bering. 93lik 193 44 84 raqamlarga telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa qovunni zo'r. Xudo xolasa Rasuljon akamizga aloqaga chiqasizlar. 2-3 fura jo'natib beringlar. Hop, assalomu alaykum. Dehqonboy, yaxshimi? Siznikimi bu? Men shopir, hozir kelganlar. Qancha deyaptilar? Ba'zi eshitgansiz-ku. 3,5 ming shu deysiz, bozorga qarab sotaverasizlar. 3,5 ming so'm narx aytishibdi, bozorga qarab sotaverasiz deyishibdi, xudo xolasa. 600-700 kilo. Narigisida chiqarlar, xudo xolasa. Gap. Sizdanmi? Aka yaxshi. Nech puldan berasiz? Bunisi bizdan, Bunisi. Ha. Nech pul buni kilogrammi va donaga 1 tonna atrofida. Opshiga nechta bor? Soni sanalmagan. Sanalmagan. Bu yerda umuman sanab olib chiqilmayapti bozorda. Kilo bo'lyapti. Kilogramga. Xudo xolasa kilogramga nech pul deyapsiz? 4000 kami bor deyapti. Aeroport juda ko'p ekan beyda, lekin qovun sifati juda ham a'lo darajada ekan beyda. Sababi mayda qovun yo'q, hammasi yirik, chiroyli. 4 kilo atrofida mayda. Maydasi 4 kilo, yirigi 10 kilogacha. 8 kilo 10 kilogacha, xudo xolasa. Narxini qancha dedingiz? 4000 kami bor. 4000 kami bor. Kelishtirib. Kelishadigan yeri bor. Telefon raqamingizni bering boshliq. 93lik 93lik 598 598 06 06 16. 16 raqamlariga telefon qilaverasizlar, xudo xolasa. Xudo xolasa yetkazib berish xizmati ham bor vodiy bo'ylab, hozir kelishilgan holatda. Yetkazib berilaveradi. Gap yo'q aka. Bozoringiz bersin. Xo'p aka. Ha. Xo'p, galdagilar aeroport rasa ko'p ekan beyda akalar. Aeroport, Abnovat, Ishani. Xo'p, raza bo'lyapti ekan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Nech pul ekan? 13,5 ming. 3,5 ming so'm kilogramga. Xudo xolasa, kami bor. Opshiga nech pul deyapsiz? Opshiga ham 3 million deyapmiz. 3 million aytyapsiz. Opshiga 3 million so'm aytishyapti ekan. Nechta bor? 150 ta yoq bu yoqda. 150 ta u yoq bu yog'ida. Donaga hisoblaganda 20 ming shunaqa atrofida bo'lyapti. Zo'r. Qovun ham tovarni o'ta go'zal ekan. Telefon raqam bera olasizmi? 93lik 260 1 1562 raqamlariga telefon qilaverasizlar. Yaxshimisiz? Bahodirjon akaga telefon qilaverasizlar, xudo xolasa. Xo'p, YouTube ga chiqadi. Xo'p, galdagilar, assalomu alaykum. Og'a, yaxshimisiz? Charchamang. Nech pul deyapsiz endi? Xudo xolasa. Killaga 3,5 kami bor. Boshdan ko'rsatib qo'yavering. Obnovat a? Hindiston malikasi, xudo xolasa. Nima bo'lyapti? Qattiq uxlayapti, qovunni qattiq yuklaganda. 3,5 kam bor. Opshiga so'rashdimi? Opsiga 1 million 700 qildi, bermadingiz. Nech pul deyapsiz opshiga? Opsiga endi 2,5 kam bor. 2 millionga berib yuborishadi. Gap yo'q. Halol chorva. Ko'p-a bundan paykalda tagi mo'la. Telefon raqam bering, og'a. 94 94lik 001 001 31 00
3100 raqamlariga telefon qilsalaring. Ismingiz nima edi? Ha? Akram akaga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolisa yetkazib ham beradilar. Rahmat. Xo'p, galdagilar, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshimi. Donaga nechta ekan bu yerda? Donaga 150 tacha bor. 150 ta bor, xudo xolasa. Bu aeroport-a bu ham? Aeroport. Mana uni ko'ringlar, qovunni. O'ta shirin, o'ta tiniq. Kiloga nech pul deyapsiz? Kiloga 3,5 ming deyapsiz. Kiloga 3,5 ming deyapsizlar. Kelishtirib beriladi. Xudo xolasa. O'pshiga 150 ta bor. O'pshiga qancha narx aytishyapti? O'pshigami? O'pshiga 3 million narx aytamiz. 3 million? 3 million narx aytishyapti ekan. Bundan ko'pasizda? Seroq. Telefon raqam bering. 95lik 041 64 07 raqamlariga telefon qilaverasiz. Ismingiz nima edi? Azamat aka, bozoringiz bersin. Xo'p, rahmat. Xo'p, mana shu yerda bitta labo bor hozir. Agar ketmagan bo'lsa, shu qovunni eng injig'ini olib chiqadigan odam bor mana shu yerda. Eng tirigini olib chiqadi. Bu olaman, nech pul? 10 million. Dunyodagi eng qimmat ichida tillalari bor ekan, 10 million ekan. Ichida donasining ichida urug' to'lmagan tillalar bor ekan, 10 million so'm narx aytishyapti. Nechta ekan donaga? Sanog'i yo'q. 200 ta ekan, xudo xolasa. Nech pul kiloga? Nimasini aytib bering? 3,5 ming kiloga, xudo xolasa. Donaga yo'q. Kiloga bor ekan akalar faqat, xudo xolasa. Ba'zi telefon nomerini beramiz. Zoirjon. 99 396 84 85 raqamlariga telefon qilaverasizlar. Mana injiga kimdan ekan? Bu ham sizlardanmi? Shu o'pshi vajidagi hammasi sizlardan. Mana kamanda o'sha yig'ilib olgan. Nimagaligini aytaymi bu? Hali nima deydi? 10 million deganini hozir sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Pul vafsh ko'payib ketganidan. Pul ko'payib ketganidan nech bo'lsa 10 million deydi. Pul yugurtiradi. Yaxshimisiz? Charchamang. Shefim, sizimiz yaxshimisiz? Assalomu alaykum. O'sha ish rasa ko'pitda. Assalomu alaykum. Xon bozorda chiqarmaysanmi? Ertalab vaqtli chiqaraman. Ertami vaqtlar keyin soat 7larda. Raza Xudo xolasa. Bo'ldi. Yo'q, o'tgan yil ha. Senmadan O'zi kecha bozor to'polon bo'lib ketdi. Xo'p, akalar, o'tkazgan vaqtlarga rozi bo'lib qo'yasizlar. Biz video roligimiz yakuniga yetyapmiz. Oxirgi tillagan qovundan tugatyapmiz. Xudo xolasa. Yo, hammasi zo'r ketyapti. Dehqonlar maza qilyapti.